Ko'kalar hammaga assalomu alaykum. Hammani Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Bayram bo'lishiga qaramasdan biz bugun sizlar uchun arzonchi, rostdan ham arzon, shikolat narxda Nexia 2 olib qo'yganmiz dedim, uzr. Dehqonlar xudo xolis, dehqon kelib qolgan, shu uchun kanalimga qo'yib berishga qaror qildim. Shuning uchun bizdan kuzatishda davom eting. Hozir obzorni qilamiz. Narxi shikolat prosta. Xullas kalom aka-ukalar, ko'rib turganlaringdek mashinamiz rangi oq Nexia 2 1.6 2014-yil 4 ta mягкий balonlar qo'yilgan Espero qalbaqchalari bilan balon holati ham yaxshi holda turgan ekan. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ham yaxshi holda turibdi. Akamiz yangi chihol toqqan ekanlar. Mashina uchqurib yurgan, lekin yaxshi haydasa bo'ladi. Normal holda turibdi. Mashinamiz benzin va propanda, video registratorlari bilan. Aka, buni mejigari bormi yo'qmi? Mejigar pulti ham bormi? Mejigar pulti ham bor ekan. Orqa tangloqqa urib qo'ygan ekanlar akamiz. Olasiz, mazza qilib minasiz. Mashinamiz shikolat narxda, ideal narx turibdi. Lekin ozgina xarajatchalari bor, chaqachuqlari bor. Xullas kalom aka-ukalar, aka bu yoqqa keling-da. Xullas mana shu mashina, mana shu odamning mashinasi. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Akamiz dehqon, mashina bu kishniki qo'yib berishga qaror qildik. Mashinamizda aka nech pul qo'yamiz? 2700. Yo'q, 2700 demang-da. Hop, qo'lda oling. $2600 deb kelishdik. Jazman 100% puli to'lansa joyida o'tib berasiz yana. Mana bu narsalarga o'tib berasiz. Xullas kalom, mashinani ko'rib tekshirib olasizlar, yo'qsa olib ketasizlar. $2600 akamiz yana o'tib beradi xudo xolasa. Endi u yog'ini o'zlaringlar savdolashasizlar, tortishasizlar, to'g'ri kelsa olib ketasizlar. Xullas kalom, mana shu to'ychoqchani xudo xolasa yaxshi insonlarga nasib qiladi. Shuning uchun bizdan uzoqlashmanglar. Nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar.